cioccolata, mami. Cioccolata. Hammaga salom. Sizlarni yangi rolikda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi mavzuyimiz shundan iboratki, kimdir masofadan turib o'zi yaqinmi yoki begona bo'lgan insonmi. Xullas kalom, telefondagi suhbatlarni uzoqdan turib eshitgisi keladi. Может, bu kimgadir yoqar, bu kimgadir yoqmas. Bundan tashqari bu qonunga xilof hisoblanadi, lekin baribir bu narsani kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Shuning uchun sizlar bilan bu narsani ulash maqsadida bugun shu videoni tayyorladik. O'ylaymanki, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Aziz do'stlar, bizdan uzoqlashmang. Sizlarga qo'ldan kelgancha yangi ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Yoqsa qo'llab-quvvatlaymiz, yoqmasa uzr. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shu narsaki, deylik bir inson bor, uni masofadan turib kuzatmoqchimiz. Ya'ni telefonda kim bilan qanday muloqot olib boryapti, qaysi nomer bilan gaplashyapti. Bundan tashqari qanday nomerlardan uni telefoniga kelib tushyapti xabarlar, qanday SMSlar yoki u kimlarga qanday SMSlar yuboryapti. Bundan tashqari agar telefonida WhatsApp, Viber programmalari bo'lsa, ularda ham ulardagi yozishmalarni ham o'qish imkoniyatiga ega bo'lamiz bir sayt orqali. Demak, biz Google ga kiramiz va poyestga yozamizki checkon.ru. Bu albatta silkani qoldiraman. Mana saytning nomi, ko'rib turibsizlar. Bizdan ro'yxatdan o'tishimizni so'rayapti. Ya'ni mana bu yerda zaregistrirovаться bo'lsamiz, bizdan bu yerda mail so'rayapti. O'ylaymanki, hozirgi 21-asrda hammani maili bo'lishi kerak. Mail yozdik bu yerga deylik. Masalan, men o'zimnikini yozaman va tagiga xohlagan parolingizni qo'yishingiz mumkin. Men oldin registratsiyadan o'tib qo'ygan edim. O'shaning uchun sizlarda ham bu narsa qiyinchilik uyg'otmaydi. Dalish nima qilishimiz kerak? Mana bu yerda so'rayaptiki, kого мы прослушиваем deyapti. Ya'ni kimni tinglaymiz deyapti. Ajoyib. Endi shu narsani ham bilib qo'yishimiz kerakki, bu yerda barchasi pul turadi, besplatni emas. Deylik, shu yerga nomer telefonni kirgizamiz. Deylik, xohlagan nomer o'zimcha yozib olyapman. 03 244 55 66 deylik, masalan, mana shu nomer. Va bizdan so'rayaptiki, xo'p, готов. Xo'p, masalan, bugungi chislodan yo'q, kechagi chislodan, masalan, bir kunlik chislodan bir kunligini eshitib ko'ramiz, masalan. Подтвердили deb продолжать bosganimizda mana pastda загрузка ketyapti, ko'rib turibsizlar. Bu загрузка to'lishi bilan bizda ошибка ko'rsatadi. Sababi biz hali bu shotga pul to'lamaganmiz. Biz pul to'lashimiz kerak bo'ladi. Buni ham hozir sizlarga qanday bo'lishini, amalga oshirishini ko'rsatib beraman. Biroz kutamiz. Biz bu yerdan отметка qilib qo'yishimiz kerak настройкасida, ya'ni mana SMSlarni o'qish haqida bo'lyapti. Mana razgovorlar. Bizga asosan razgovor kerak. Keling, SMSlar ham bo'la qolsin. Shu esdan chiqmasin. Agar WhatsAppdagi Viber'dagi yozishmalar ham qiziq bo'lsa, ularni ham albatta mana bu yerga bitishga qo'yishingiz kerak bo'ladi.
Mana bu yerda подключение к серверу. Загрузка пошла. Долго загружает хлеб-то. Ошибка необходима. Birim do'stim, ya'ni shotingizni to'lab bularga pulni o'tkazib berish kerak, chunki besplatno bo'lmaydi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin bu laxatron deb. Yo'q, bu haqiqatdan ham sinovdan o'tgan. O'zim bir marta sinab ko'rdim. Bu paytda videoga olish xayolim kelmagan ekan. O'zim buni o'rganib olganimdan keyin sirasi o'sha kuniga qo'llab ko'rganman bu narsani. Hozir men sizlarga bu tarzda ko'rsatmayman. Prosta qanday qilib pulni o'tkazishni ko'rsatib qo'yaman xolos. Mana bir kunlik deylik ma'lumotni olish uchun o'sha nomer orqali bir kunlik SMSlar kimdan kelgan, qayerda ketgan va kim bilan qanday gaplashilganlarni eshitish 900 rubl deyilyapti. Mana o'sha skidka bilan ketyapti 1600 bir haftasi, bir oyligi 2700 rubl deyapti va 3600 mana beskонечный. Ya'ni xohlaganingizcha. Deylik bir kunligini sinab ko'rasiz, albatta katta pul yo'qotmaslik uchun. Mana bu yerda sizdan so'rayapti, Kiwi koshilik orqali to'lovni amalga oshirish yoki mana Sberbank karta orqali ham amalga oshirishingiz mumkin. Bu sizlarda muammo uyg'otmaydi. Pulni amalga oshirganingizdan so'ng yana haligi joyga qaytib qoladi. O'sha joyda yana boshqatdan bosganingizda загрузка ketadi. Загрузка tugagandan keyin pastida ro'yxat, juda katta ro'yxat kelib chiqadi. Agar ko'pchilik bilan gaplashgan bo'lsa, ro'yxat kelib chiqadi va yonida o'sha nomerlargacha ukazat, ya'ni ko'rsatilgan bo'ladi. Shuning bilan videoni tamomlaymiz do'stlar. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, marhamat kirib sinab ko'rishingiz